Blazzaps ketyapti-yu. Xo'sh, hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Technostudio kanali. Xo'sh, sizlar bilan 2026-yilda spamdan chiqishni o'rganamiz. Lekin sizlarni 1 minut vaqtlaringni olaman. Chunki meni kanalimda 85% odam obuna bo'lmasdan kuzatyapti. Hatto bittagina kontent qilganimga. Unday bo'lmaydi odam. Hech bo'lmasa 90% odam obuna bo'lib kuzatishi mumkin-ku. Shuning uchun 1 minut vaqtingni olgan holda sirazi obuna bo'linglar va biz boshladik. Birinchi bo'limni nima qilamiz? Telegram topolmayapman, yordamga. Mana Telegramni ustiga bosamiz. Sirazi kirib ketadi. Telefonimni ustirmagan uchun slabida telefonim tez kirib ketmaydi. Mana baqa, любой tarafga chatlarni qidish bor. Любой tarafga bosasizlar bir marta, faqat bir marta. Bu tarafga, o'ng tarafga chatlar bor, shuni ustiga bosamiz. Va qidiruvga spam info bot deb qidiramiz. Spam info bot. Mana ularga ishonmanglar, bular lo'q qiladi. Mana esa haqiqiysi. Galchkasi bor i 29 mingta oylik foydalanuvchisi bor. Shu ustiga bosamiz. 1 marta faqat, 2 marta, 50 marta bossangiz shart emas. Agar menga ishonmayotgan bo'lsangiz, tekshiringlar, galchkasi bor. Unga ham kerak bo'lsa, mana incha yozib turibdi. The official spam info bot by Telegram helps users with limited accounts regain the fullness. Menimcha normal talaffuz qildim. Xo'sh, bundan chiqamiz. Buni o'zlaring avtomatik olib tayyorlaysizlar. Telegram adminlar sizlarga o'zlari 2-3 kun qarochi mamnun qilasizlar. Menuni ustiga bosasizlar, o'ng tarafga, keyin check your account status degan marqa yozib chiqqan. Shuni ustiga 1 marta bosamiz. Bosganimizdan keyin mana o'zi aytib turibdi. Hisobingiz cheklovdan 8-may kuni ravno 4-6 sanasida avtomatik ravishda chiqarilar ekan. Ungacha chiqarib bo'lmaydi. 7-6 mana hozir 6-2 kundan keyin ertalab tangazon chiqarilar ekan. Spam. Boshqa narsa qilib bo'lmaydi. Prosta nima qilsang bo'ladi. Ustimdan nega shikoyat qilishgan? Shuni ustiga bosasizlar, sizga batafsil tushuntiradi. Mana, batafsilroq ayting. Mana, batafsilroq aytadi. Xabaringizni qabul qiluvchi odam uni noma'qul deb topsa, masalan, bir begona odamlarga kontaktingizga qo'yishingiz, kontaktga qo'shganingizdan keyin sizda bitta kanalingiz bor. Shuni linkini tayyorlab, iltimos deganim shunga obuna bo'ling deb qo'ysalaring, sizlarni bloklaydi. Nega aynan bloklaydi? Sababi sizlar begona, tanimaydi. Bilansa qilib mashinlik qilib ketishi mumkin deb o'ylaydi. Shuning uchun ham sizlarni bloklaydi, o'ylab o'tirmaydi. Mana xabaringizni qabul qiluvchi odam uni noma'qul deb topsa, uni nima ekaniga ahamiyatga ega emas. U rasm, havola va uzundan uzoq xabar matni bo'lishi mumkin. Iltimos, qabul qilayotgan odamga ma'qul kelishiga ko'zingiz yetgan taqdirda xabarni jo'nating. Odatga ko'ra odamlar reklama, tavallud guruh va kanallarga taklif qiluvchi havolalar, rasmlar va tijorat hamda reklama maqsadlariga yo'naltirilgan har qanday xabarni yo'qotishni nazoratchilarimiz barcha nazarni tekshiriladi. Shundan keyin shu kabi xabar jo'natsang akkauntga cheklov qo'yiladi. Xo'sh, tushungan bo'lsalaring, sizlar bilan Technostudio kanali bo'ldi. Guruhimizga qarochi obuna bo'linglar. Mana shu kontent sababli 1000 ta obuna bo'lishimiz kerak. 1000 kishi menga pastga bosmasa, sizlarni kutayman. Like bosib kommentni portlatib taylanglar. Padeshka qilinglar, o'zbek muzu go. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.